Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hop, navbatdagi mishalkalarimiz tayyor bo'ldi. Rollik variantda, ruchkali varianti bor. Kimga shunaqangi mishalkalar kerak bo'lsa, cheklanmagan miqdorda sotishga va arendachi akalarimiz uchun chiroyli narxlarda tayyorlab beramiz. Mana rolli varianti bu. Tepalari ham pachimlikli, pastlari ham pachimlikli bo'lgan. Kubasi 0,25 kuba. Motorlariga keladigan bo'lsak, mis motor. Yangi Xitoy motor. O'zida tok o'lchaydiganlari bor. Ruchkali variantimiz ham xuddi shunaqa pachimlikli. Ishlashga juda ham qulay, yengil aynaladi. Xo'sh, yana bizda nimalar bor? Bizda yana 1 metrlik, 2 metrlik lisalarimiz bor. Narxi 530 ming so'm 1 metrligi. Mishalkani biz o'zimiz ishlab chiqaramiz. Olib sotar emasmiz, mana ishlab chiqarish jarayonlari. Bunday pachimlik, o'sha pachimlikni 2.6 dan qo'yilgan, baquvvat. Aynalishlari o'ta ham yengil. Bu konteynerda eshik bozi qo'yiladi. Mana zakotubka jarayonlari. Bunisi esa yangi list 10/5 profil 2x stinka. Bundan tashqari bizda shkiplari sotiladi alohida. Shkiplari bor. Shkipimiz narxi 200 ming so'm bir donasi. Reminimiz bor, o'ziga tushadigan. Narxini hop 25 ming so'm qilib beramiz. Balonlarimiz bor. 80 ming so'm bir donasi. Mishalkalarimiz narxiga keladigan bo'lsak, rolli mishalkamiz narxini 4.300.000 so'm baholadik. Ruchkalisini 3.700.000 so'm baholadik. Kelishtirilgan joyi bor. Va bundan tashqari uyingizga olib qo'yaman desangiz, to'qima stol stullarimiz bor. Bularni ham kelishtirib tayyorlab beramiz. Ko'rishingiz mumkin. To'qima stol stullar.